Oldular. Çıraylık yapını koy. Meni nimi gizleysen? Ya, aşık bulup kaldın mı? Almaxan, bana qara. Öz vaqtida sen bütün Turpan xalqini özenge qaratgan güzellerning birisiydin. Buvang seni ayak astı qilganlikdan ishingga zahar yutib, apyonga berilib ketding. Shundaqdimi o helimi chiroyliqsan, lekin ular seni ati o'gin o'rnidan haydab chiqirdi. Özenge o'xshash bir go'zalning sana o'xshash bo'lib kelishini xohlamsa? Zaten nimi demeksen? Gay tacının kızı Maysemni Van köydü mü? Yok, sen salqın düşkendi bezmidi kömekçi. Demişsin o, Maysem hakikaten çıraylık kızken. Van onu her ikisini çangıldan çıkamaydı. Obdan Almaxan, bugün amal kılıp Maysemni kaçırmazsan. Soran buldun mu? Her ikisi bulmaydı. Onun üstüge tünü gündün biri Velihan o kızını Van'ı maktap şölgeyler ekip gitti. Van'ı görüşki takazza. Qat'iy bo'lmaydi. Almaxan, bazmega menmi qatnashiman. Sen menga fursat chiqarib bersan, ish qilib sen menga yordam qilsanglar. Az bo'lsa-mu, dadamdan qolgan bu o'zikni qabul qilgin. Mana bu narsaning keragi yo'q. Mana sen kerak. Odam keldi. Almaxan, emsa shundaq bo'lsin, ha? Men ketdim. O'ttirdikining ismi nima? Onun ismi Maysem. O nemish qiyig'laydi? Van hazratlariga xizmat qilganligiga xo'shal bo'lib yig'layapti. Ko'zing bormi? Hech qanday Van hazratlari. Yolg'iz Maysemning usulini ko'raman. Ma'qul, men Maysemni yasantirib ep chiqay, andan keyin ko'rsin. Qizlar chiqdinglar. Van hazratlari sizlarni bir necha qatim so'radi. Bu eski jo'nim qilla. Lazım ba. Yürüm. Qarsibi degan, jilma degan güzel chiroyliqqina. Bu yoqqa keling. Keling. Yenimga keling. Bu yerga kelsin. Bu nima qilganlari? Van mening qiziq o'yinlarimni yaxshi ko'rdi. Men bugun yangi o'yin ko'rsatdim. Bu yoqqa.
Van hazretleri xırs qıldı. Başını yedin kötəməyimiz. Həmminla düm yedinla. Ay! Ay! Yerini alıdığın Azrail mən. Yaman bolsan ornudu turşa. Turşa ornudun. Sen kokacak. Tokuşurek. Van Hazretleri Batur, Van Hazretleri Yolvaz, Van Hazretleri hiç nesne kokmaydı. Hemen tokuşurek. Ölümde koksa. Tok yürek. Tire ornundan. Tire ornundan. Sen düz ol da. Sen düz ol da. Ne adem sen? Bu kim? Assalamu aleyküm Van Hazretleri. Molla Zeydin. Turpanның ısığı köynek iğir kelip atsa. Çoğu ki vağının nemisi? Bu cuva dadam rahmetlikten miras kalgan. Akam bilen ikimiz miras bölgende Qazi Axunum qishda okisi, yazda ufkiskeyson deb hüküm qilgan. Şeriatning hükmü bilen manga növbet endi keldi. Van Hazretlerining mərikisida boshqa kiydigan kiyim bo'lmag'achqa moshini kiyib keldi. Koy bundaq kepeni. 8. ayda çoğu kiyip Van Hazretlerinin mərikisine giriş. Edepsizlik. Edepsizlik qilib Van Hazretlerinin keyfini buzdun. Kişilerimiz koçırlap, tokmaklarımız taranlap gitti. Zeydin'in bunda qilishini chidab turamaymiz. Mərkini qasdan buzğanlıq üçün 50 tokmak vurulsun. Kelin la. To'xtanglar. Mening arzim bor. Hamma ishning ustozi bor degandek, mening ustozim bor. Ustozim menga Van G'ojamni mərgida urkitib bersang, sana 5 tilla beraman degandi. Men Van G'ojam ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odam. Turpandek cho'ng yurtni so'rayotgan ulug' odamni qandaqmi urkitibli bo'lsin dedim. Ustam bana Van kichik vaqtida eski juvudan qo'rqatdi. Biz bir uyda billa o'ynab cho'ng bo'lgan deb turib oldi. Men 5 tillani ko'zlab moshundaq ahmoqlik qilib sopdiman. Bo'lmasa bundaq issiqda juvu kiyib sarang bo'lib qoldimmi? Jazolashga to'g'ri kelsa, ustamni jazolash kerak. Jilonning beshini yanchish aqlliqdir deymiz. Ulug' Van Hazretleri. Sana ustaz bo'lgan kim? Valixon bey. Valixon. Labbay ulug' Van Mollika. Mollika? Qandaq bo'p akang bo'p qoldim. Aka deb nomimni bulg'amoqchimisan? Yo'q. Aslida mundaq ishdi. Men Mollikamga beadab qilishgan nima haddimi? Nima? Bu toz nima deb jo'layotdi? Og'zi urunglar. Rostini aytmasam bo'lmadi. Biz aslida urug' tuqqan. Valaxshima. Og'zi urunglar. O'zlariga qor keltiradigan ishlarni hargiz qilmayman. Hazratlar bilmaylar. Mening opam ulug' bovimizning vaqtida o'rdida deydi ekan. Bir kunlari Van bovimizning opamga ko'z tushib qopti. Shu chaqda men opamning qo'sqida qolgan ekanman. Astagfirullah. Shundoq misatga bo'limdi. Bu tozni 50 to'qmoq urib, turpan tavasidan qo'g'lab chiqaribdilar. Uval bo'ldi. Uval bo'ldi. Unda qilmislar. Uval bo'ldi. Ulug' Van Hazretleri o'zlarining xushchaqchaq, odil yurt so'rash jarayonida sizning hurmatlariga sazovor bo'lib, o'rniga bir qancha qitim kirish fursatiga ega bo'ldim. Bu jarayonda qarsam, ordu amaldorlarining qo'soqlari to'yib, orduning qoida yo'sonni qayirib qo'ydigan, saroy amaldorlarining bo'lishga tegishli shartlarini hozirlamaydigan bo'lib, o'rlishib ketibdi. Ochiqroq so'zlar, qanday shartlar bo'lish kerak? Ulug' Van Hazretleri, shartlarning biri shuki, ordu amaldorlari arq so'ngaklarini apchil egallaydigan bo'lishi shart. Buning uchun har kuni mashq qilish kerak. Masalan, kelinglar. Hammanglar o'rninglarda turinglar. Bu yoqqa kelinglar. Mashq qilamiz. Kelinglar. Chalsa o'rninglarda turinglar. Tez bo'linglar, tez. Kelinglar. Egilib. Mushunday egil.
Egiling, siz egiling. Ha, Bakirak. Ha, bo'ldi. Ha, siz qo'saqni ishingizga tortib egiling, ha? Bakirak. Bakirak. Chaqsa o'rningizda turing. Ha, yana sizmi? Ha, egiling. Men Nemish egilmaysiz? Xuddi no'g'u jutolaganda qotib turibsizmi? Egiling deyman. To'g'ri. Bugundan boshlab bularning hammasiga qoidasini o'rgat, ha? Tezmin. Aslida bunchalik ushshaq-tushshaq ishlarga o'zlarining orishlari hojatsizdi. To'g'ri. Bu döt eshaklarda aql farosat degan narsa yo'q. Hazratlari boshqa vanga qaraganda yuqori obro'yga ega. Shuning uchun hazratlarining nom sharifini tarixga qoladigan qilsak yaxshi bo'ladi. Bu gaplaring ayt to'g'ri. Men seni maslahat chiqsam bo'g'dak. Qani, so'zla. Van hazratlari, sizlarmo ketila. Hammamiz ketimiz. Bu Allohning hukmi. Burunqi xonlar ham vanglar yurtni bir xil usulda so'rab keldi. Masalan, gunoh qilganlarni zindonga tashlash, darg'a esish, chambi kesak qilish, kaltakka besish qatorliq. Hammasi bir xil chora, hech qanday farqi yo'q. Boshqa vanglarmi shunday qilgan. Shunga tarixga yozilmaydi. Shundoq. Şoňa Van hazratlari yeni bir usulni ijod qilgan bo'lsalar, bu tarixga yozilgan bo'lsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Qani, qandoq yangi usulni deysan? Ochiq ayt. To'qmoq jazoning o'rniga chiroyliroq anglanadigan. Amaliyotda to'qmoq bilan urg'andinmi dahshatlik. Gunohkorlar ikkinchi gunoh qilmaydigan, butun iqlimni hayron qoldiradigan bo'lsa. Ayt. Qandoq jazo? Ko'p kaptar jazosini qo'llanib nobud qilsak, bu nima degan dahshatlik chora bo'ladi? Ko'p kaptar jazosi degan qandoq jazo u? kaptarning bo'ynini uzib tashlagandek, uzib tashlaydigan jazoni deydigandi. Ahmoq. Hargiz andaq emas. Juring. Maysem, hozircha uyingizga bormay yezidagi kichik apangizning uyiga ketdim. Ma'qul. Rahmat Almuxon ayla. Xo'sh emsi. Yaxshi jazo ekan. Zaydin. Xo'sh, hazratlari. Bugungi jazoni o'zingizga qala. Xo'p, hazratlari. Xaloyiq, tinch. Donolikda pri komil, adolatda no'shirvon odil, Van hazratlaridan buyruq. Gunohkorlarning ko'zi kishan, bo'yin turuqlari ep tashlansin. Eyyuhannas! Anlanglar amuhas! Günah ziyade bolsumu? Jaza degen ras! İltifat degen buningdan mı artık bo'lmas. Sizlar Van hazretlerinin kanuniga xiloflik qildinglar. Eg'ir jazoga loyiqsizlar. Van hazretleri bir xil yangi jazo qonunini ishiltidi. Bu qonun dunyoda birdan bir unumli qonundir. Kamil Sapra. Gel. Kamil Sapra degan sen bo'lamsa? Shundoq. Lekin mening gunohim yo'q-ku. Sen yaxshi etingni Vanga bermay o'ltirib qo'yibsan-ku.
Men qandaqmı öz etimni özüm öldürüp qo'yay. Bir kechida o'zi o'lib qoldi emasmi? Bir kechilli o'lib qoladigan qandaq at u? O'z gunohingni tek tanımayapsan sen? Ko'rdingmi? Bu kaptaning qanoti ko'k. Putiga bir seriq shoyi lenti bog'liqlik. Sana bu kaptani tutib kelish jazosi berildi. Agar buni tutib kelalisan, gunohingdan soqit bo'lasan. Ah, xudo. Qirg'anda bu kaptani qandoqmi qo'g'lab ketalayman? Tez bol! Hey, çapsan qo'g'la deme. O çölde ustab ödediğen boldu ya. O qeyri yavu kaptanı qandaq mı tutalısın ha? Gayet Hacı. Günahını bilemsen? Ben Van'ın kul emas. Ben erkin dehqon. Hey gedenkeş. Günahsızlarının cezası tatılışı tarixten bu yan davamlı süp kelevatkan kanun. To'g'ri. Anlap dur. Sana hazır bu kök kaptani tutup geliş cezası berildi. Obdan qara. Bu kaptanın putuğa maysirang shohi lenta bog'liqlik. Ko'rdingmi? Senin kaptiring kucha tarafga ketdi. Chapsan qo'g'la, uni cho'qim topa olaysan. Chapsan bo'l. Ey gayet, sen hergiz mi qaytib kelenmeysen? Sultan! Adamlar mening mushu jazoni tunji qitim qo'llanganligimni bilib qolsin. Zaydın nemişki hazır içkenmeydi. Van hazretleri, bir qancha qitim odam avatdiq. Hozirgacha topolmabdi. Molla Zaydın boğan bolsa, adamni küldürüp üçeylerini üsüp etken bolatdi. Nima bu? Yani gözü yani şu. Onu derhal tep kelinglar. Xo'p. Van hazretleri, Özüňe bir tarap kılmamsılar. Molla Zaydın boğan bolsa, bundaq işlarning hemmisini meni avar kılmaylı kılan bolatdi. Qumul Van hazretleridan kelgan jiddiy xabar ekan. O'qi. Xo'p. Ulug' qudratlik Turpan Van ağaylariga, ağaylarining yiroqda turib bizni yod etib, Nazarbog' murosimiga taklif qilganlik maktublarini xursandlik bilan topshirib elib, intayin suyundik. Başındaq xoşallik taklifni topshirib elish bilan birga ko'k kaptar jazosi degan xabarni anglab hayron bo'ldik. Jazolangan gunohkorlarning ba'zanlari bizning yurtimizda xotirjam tirik turmoqdimish. Biz Qumulvon Tejmal Gaday Molla Zaydinning parokandichiligiga ko'p uchirgan. Mushu ishda avlilari Molla Zaydinning eli sehrlariga oldinib qoldimi qandaq? Agar Molla Zaydinning yangi eli sehrlarining oldini olmasak, ishlarimiz yomon bo'lg'isidir deb o'ylashdik. Biz avlilarining Bas!
Molla Zeydin'e nereden bulmuşsun? Futkolunu yergi tekkizmeyin, hep gelin la. Hop. Xudoyga omonat bola. Qo'y. Bunlarni elva. Xudoga omonat bo'l. Halayık! Anlamla! Molla Zeydin degan turpanlık süpergellerge 5 saat gümüş inan verildi. Halayık! Anlamla! Molla Zeydin'in süpergellerge 5 saat gümüş inan verildi. Halayık! Qani kelinglar. Anlamaganlar anlasın, bilmegenler bilsin. Kurbanını kaçtın Molla Zeydin degan tecmel gaday. Kimdi kim turgan yerde yetip verse, şiksel kümüş. Eğer tutup verse, 5'er kümüş inan kılınıdı. Yoşulganlar turnuga taşınıdı. Velihan begim, otamamla. Aysen. Dada, Maysa. nimiş bo'ldi? Xo'sh xabar ham shum xabar. Soati nimiş bo'ldi? Molla Zeydin mushadi ekan. Molla Zeydinkan. Bu xo'sh xabar bo'lmay, neymiş ki shum xabar? Qizim, Molla Zeydinning bayırında bəgəllərə işkisə, tutub bəgəllərə 5 kümüş berimiz deb, Cakaçı koç-koçalarda car silabatıdı. Dada, endi qanday qilamiz? O bizni qutqazg'uchi nijotkorimiz desa, karimiz bo'lmasa bo'lamdi. Men bu yo'l bo'yi qarab keldim. Uchratmadim. O nerede? Tutup ketmisi yana. Dada, yana izlab baqayli. Juring. Men izlab baqay. Sen o'ltirib turgin. To'xta. Suv deganmisan? Nereden geldin? Men et degan chiqqan yerimdan keldim. To'la gap tanliqim bor. Nerede turayotganingni bilamsan? Bilaman. Osmonning ostida, eshigimning ustida turyapman. Quruq gapingni qo'y. Eshikdan tushib. Xo'sh, begim. Xurjunda nim bor? Aşağı tekshirib baqay. Aldırma. Men ko'rsatib qo'yay.
Buningdeki yan bu. Bunun bilan o adavatınız yo'qdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat, rahmat. Bajgir begim, bundan keyin meni to'smassiz. Yo'q, yo'q, hargiz, hargiz. Qay xo'sh. Xo'sh. Xudoga omonat. Begim, sağ deganim badi. Lay, hech nima, hech nima. Ko'rib baqayli. Asla, ko'rib baqayli. To'xtatdi. Acham maysqan yaxshi turdimi? Eri yana uramda. Acamning eri qima o'ynab, qarzini to'lamagachga boshqalar uni o'ltirib etdi. Acam doim sizning gapingizni qiladi. O'tgan qitim siz bo'lmagan bo'lsangiz, acam mayib qolmaydi. U qilishqdek ishim. Bir haftadan beri Gay Tajikan bilan maysimni topamadik. Yanchi quruqdilib pulmi qolmadi. İşmi topamaydimiz. Mollika, ey Mollika. Men berib bir oz yeydigan narsa deb kelay. Men sana o'g'irlik qilma deb necha qitim aytdim-ku. Hey, kim mening bir sanduqchini qachirimni uyga olib berdi? Men apır beray. Boyvachcha, bu narsani nega olib beramiz? Qancha pul berla? Bahasini kelishib olaylik. Shunda qilay. Ey, pul degan nima u? Men sizlarga puldanmi qimmat narsa berman. Amsi men berla. Dunyoda pulg'imi setib olg'ili bo'lmaydigan 3 eg'iz hikmatli so'z deb berman. Nima deydiki debdimi? Bekag'imish kaptab chiqamdi. Jurala. Bekir o'tdag'icha bekir ishlar debdikan. Bu odamning salobatiga qaraganda xeyli bilimi va'da qiladi. Men olib beray. Mollika. Birdan tutib turayli. Ish chiqib qola. Bugun men bu odamni bir sinab baxmasam, pushmoq qilaman. Men bu baray. Taqsir. Bu sanduqni menga bersala. 3 eg'iz hikmatlik so'zlari uchun men bu sanduqni uylarga olib beray. Yaxshi, andaqda oldi bilan sanduqni ko'tar. Taqsir, qani hikmatlik so'zlarini degach mansala? Toza ahmoq nima ekan? Gerekin hamakatga. Bir kim sana to'q qo'saqdan osh qo'saq yaxshi desa, hargiz ishalma. Bu qos gapan. Ikkinchisi. İkincisi, agar bir sana ot mingandin piyoda yo'l yurgan yaxshi desa, hargiz ishalma. Bunu qoltis gapkan. Uchinchisi. Aldırma, uyga az qoldi. Uyga borgandan keyin deb beraman. Qani hali hikmatlik so'zini deyapsizlar? Hey, aldırma, uyga az qoldi. Voy. Hey, diqqat qil. Buni men jonimdan aytgandirgandim. Bu yoqqa mangayli. Mana uyga keldik. Hikmatlik so'zni endi da'la. Agar bir kim sana dunyoda sendimi boshqa ahmoq bor desa, hargiz ishonma. Yaxshi gapkan. Men sizlarga bir hikmatlik so'zni deb beray. Agar birisi sizlarga bu sanduqning ichidagi chini qochilarni saq desa, sizlarmi hargiz ishonmaysizlar. Hey, isi, chini qochilarim. Jon
Dağın elini ekeldirgen çını kaçırıp emez mi bu? Çını kaçırıp töletme o iflas. Çını kaçırıp töletme deyme hem bu sen. Çını kaçırıp töletme. Töletme deyme. Gaytacıka. Molla Zeydin. Sen ahır taptı. Seni öykü baraylı. Neymiş oldu? Bir ebe xatarlik. Öykü söz şeyli. Maysam qaytib keldi. Qizim, qaytib keldingmi? Molla Zeydin aka. Obdan tadыңызmı? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kimning qo'rajoyi? Bu turpanlıq Gayet Hacı'nın uyu. Bu yerdim qo'rajoyi bormi? Haremden qaytib kelgende ep koyup turpan ketken. Rahmat. Hoş emsi. Maysamni olsam butun mol mulk mening bo'ladi ekanda. Assalomu alaykum hajga. Bir hadi sana neyim bak? Men hajga. Bu yerdagi qora joylar monayt yaxshi ekan, ha? Zaten neymişten geldin? Hajga, ikkimiz bir turpanliq. Albatta, boshqalarning yurtida bir-birimizni izdishib, yar yo'lakda bo'lmasak, bo'lmaydi-da. Sen bilen hiç kandak alakam yok. Ben de zaten neymişim var. O'ltirib so'zlashayli. Qani bu yerda o'tasizlar. Qani o'tasizlar. Hajika, rasmiyatni qilsam, burunqi ishlarning hammasi Vangning buyrug'i bilan bo'lgan. Meni kechirsizlar. Endi mening kelishim. Men sizlarga bog'li bo'lay. Nima? Ağzını şu! Yok al! Vaqirmisizlar hajga, ha? Chaqachilarning Molla Zeydinni tutimiz deganlarni aniqallar. Agar ular debmi qo'ysam, ota bola ikkilarining kuni qiyin. Shuning uchun, ha? Ma'qul deganlari yaxshimikin? Qandaq? Ha? Dadınızı çakırın. Nimishqa? Çakırın. Dada! Öyle kirip çıkay. Dada, Gaytacıka. Neymiş? Zeydin kamma. Ma'qul desle. Nemege? Toyga. Neme? Ben tersi aden. Kapımızla. Adı balışkimiz oylaştık. Yine la kızım maysam akıllıkken. O makul buldu. Rahmat qaynota, rahmat. Toyni qaysi kuni? Tiliqsa qandaq? Tayyorligimiz makul. Rahmat. Ben qaytay. Öyle başlattım ben. Öyle başlay. Xo'sh bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh emsa. Men tayyorlik qilay, ya. Hoş emse. Özleri
Tacgir Velihan Bey. Töt Müslümanның aldıda Gayet Hacı'nın kızı Mayısxan'ı xotulluqqa qabul qilib aldımı? Qabul qilib aldım. Xudo bu ikkilanni ömürlük bəxt qılğay. Bulağa bəxt saadet tileyli. Amin. 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 Allahu Ekber. Velihan Bey, ağzını asla. Güzel cananım. Ummak başkam. Sumbuldek çaşlarınızı, kalemde kaşlarınızı turpandan tatlı görüşk teşna idim. Gelin, gelin. Yüzünüzün içi bir Ahırı yeni mi geldiniz mi? Oma kozam onda kıma. Ben siz bilen birge boluşqa. Güzel camalınızını görüşk şunçta kaza. Sen kim? Ne mi xotun sen? Memma, sil bugün nikah okutkan, silinin ayalları, keç gündüz arzu kıgan, Mayısxan. Yo'q, mening aldığınım Gayet Hacı'nın kızı Mayısxan. Hatası yok. Mening dadam danlıq kigizchi, Gayet Hacı. Tamamen hata. Ben helik Yey, undaq tatınmısla. Kesle, ötüklerini tatınmay. Yeme, Mirto, cin, şeytan. Nimanda kılıdım hazırlak? Sen yasın vağın ermu ya ki ayal mı? Kolum qattiq tegib ketib qoldi, xapamizlar. O'zlarimi aksidek oslar. İkimiz xudo qo'shgan bir jupladan ikamiz qag'inni yotgan so'zlashamiz. Kaslar unda tatmizlar. Mirto, yenim kama. Voy, unda qilmislar deyaptilar. Voy, unda qilmislar. Voy. Ay. Adam bamu! Kuzula! Adam bamu! Kuzula! Qo'shmislar! Qo'lim qo'shlar, angla sait bo'ladi, qo'shmislar. Voy. Kim qo'lim sep qo'ygandı? Qo'shmislar! Men sizdan nikohlab olgan xotinlar, unda qo'shmislar. Adam bamu! Voy, sait bo'ladi deyaptimi? Adam bamu! Qo'shlar, sait bo'ladi. Kuzula! Voy, qo'shmislar deyaptimi? Voy, Adam bamu! Voy canım! Nimanda qochadigandim? Mirto! Adam bamu! Adam bamu! Kuzula! Velihan aka, nemiga? Sen kim? Ayolları Mayısxanның enisi. Silinin qin inleri G'ulam. Doğru gap qilmay darvozni och, onu elib uydan chiq. To'ni chalvaqimizlar Velihan aka. Mayısxan achamni siliga zo'lab tangmidiq. O'z roziliklari bilan haq nikolab oldilar. Yana nima gap? Hazırla, acırsın. Unda oson ish yo'q. Bizni nima chaqlayaptilar? Emse, qanday qilamiz? Uni o'qi. Bu nima?
Tarihi 1101 yılı Mahi Recep'nin 23. günü seyşembe. Men ki bacıgarı Velihan Beg, xotunum Maysxan Gayet Hacı kızı bilen aramızga soğukçılık düşüp 3 talaqqa tayin kıldım. Onun mehri hakkıga kuchar say boyidiki 6 iğiz öy, bir kichik seynası bilen yana yak. Yana bir eğiz dukan öyünü qo'shib bədim. Məşriq pasili Avut Bay'nın hoylisi, Məğrib pasili Turdi Mozduz'un öyi, ushbu xatning rastliqiga G'appar Qozining mührini bastırıp bədim. Guvachilar Talib Axun G'ulam. Yeni toy bağalla qanday xo'p ketgandi? Men berib kelay. Men mi baray? Ma'qul. Hamsi biz ketdik. Baldıra qaytib kelinglar. Hey Velihan, endi qanday qilsa? Jigit, gap qilmaysan-ku? Bo'la. Bu xatni kim izledi? Çasıda sana taşyan bu bergen heliq sodigar. Bugun ikkimizga nikah o'qigan heliqi Molla Zaydin. Zaydin. Molla Zaydin. Molla Zaydin. Ey? Bela xotunum. Ne? Hayır hoş. Sevimligim Maysa. Gerçi men her joyda bo'lsam-mu, qalbim siz bilan. Zaydin aka, qachon qaytib kelsiz? Siz meni sevinganda. Kim o? Kim o? Ha? Bugün o ketdi. Kim biladi, ati o nalad yura. Kulki chaqchaqlari bilan nadonlarni o'yg'itib, nachar illatlarni savdab yura.